Matov o'zining fintlarini ishlatmoqda. Yaxshi pas, zarba bersa bo'ladi, lekin o'ng qanot xavfli vaziyat va ofsayd yo'q ekan do'stlar. Yo'qmi ofsayd? Agarda pasni ko'rsatdi, lekin o'ng qanotda ishlayotgan. Keling ko'ramiz. Kontakt bormidi himoyachi tomonidan? Bor. Hozir Ravshan Abduvohidovga ish topildi. Bilmadim do'stlar. Yonsiqdagi hakam nima uchun bayrog'ini ko'tardi? Qaytardi. Norchayevdan zarba va darvoza ustuniga to'p tegib darvozaga kirib ketyapti. 6-gol Husayn Norchayevdan kirib ketayotganda, agar yo'q, bu penalti. Zo'r tepdi. Har qanaqasiga bu tomonga tashlanganda ham ulgurmasdi menimcha Davron Merganov.